Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun Ilhom Qahhorov o'qing faqat yig'lamang asaridan bir hikoyani o'qiymiz. Inshaalloh ushbu hikoya sizga va menga foydali bo'ladigan umiddaman. Yer ham qabul qilmasa. Bugun mushtarilarimizdan biri o'zi guvoh bo'lgan voqeani hikoya qiladi. Samarqandlik muxlisimiz Oydin opa 48 yoshda. U kishining aytadiganlari qalbingizni larzaga solishi aniq. Bu voqeaga hali unchalik ko'p bo'lmadi. Hozirgacha o'zimizga kela olmaymiz. Sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun boshdan ayta qolay. Men zamonaviy oiladan, o'zbeklar ko'p mahallaga kelin bo'lgandim. Biz rus maktabida tahsil olgan, doim boshqa din vakillari bilan muloqotda bo'lsak-da, o'z dinimizda sobit edik. Kelin bo'lgan mahallamda esa hammasi o'zbeklar, musulmonlar edi. Ammo insonning o'zgarishi hamma vaqt ham muhitga bog'liq bo'lmas ekan. E'tiqodi bo'sh, iymoni sust, o'qigani o'qimagan odam bo'lsa bir zumda boshqa qiyofada namoyon bo'lishi mumkin ekanligi shu yerda bildim. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim ham. Mahalladoshim bo'lgan xotinlar birdaniga missionerlarning domiga tushib qolishdi. Hamma ularni bu yo'ldan qaytarishga urindi. Kim to'g'ri yo'lda-yu, kim noto'g'ri yurganini o'zimiz yaxshi bilamiz. Yaxshisi mana bu kitobni o'qing, ko'zlaringiz charaqlab ochiladi deya ularni o'zinikidan ma'qullashdan va bizni ham yo'ldan urishga harakat qilishdan charchashmadi. Shu darajada borib yetdiki, ular to'y hashamlariga o'zi qabul qilgan dinning tamg'asini bo'yniga osib boradigan bo'lishdi. Bu esa odamlarning battar g'azabini keltirardi. Nahotki Xudodan qo'rqmasang, bir kun kelib shunday jazo olasanki, yoshi ulug'lar jahlini bosa olmay gapirishardi. Balki siz adashib yurganingizni bilmassiz, men bilan ishingiz bo'lmasin, derdi xotini ham bo'sh kelmasdan. Seni o'sha kirgan diningni haqiqiy bilimdoni oldida olib boraman. Bir suhbatlash. Hatto u ham seni oqlamaydi, chunki sen o'sha dinning o'zida ham emassan. Bir oqimga qo'shilgansan xolos. Esingni yig'. Men sizning nima qilayotganingizni bilan qiziqmayapman-ku. Nega buncha burningizni suqasiz? Bo'ldi-da, endi tinch qo'yasizlarmi, yo'qmi? Bu bora ularga hech kim parvo qilmay qo'ydi. Lekin ular o'z safini kengaytirishga harakat qilishardi. Shu dinni qabul qilganidan buyon farovon hayot kechirayotganlarni misol qilib ko'pchilikni yo'ldan urmoqchi bo'lishardi. Tabiiyki, iymon, e'tiqodi mustahkam, o'z fikriga ega odamlar bu kabi gaplarga e'tibor ham qilishmaydi. Mahallada ularning gaplariga o'zini tutishlariga endi ko'nikma hosil bo'layotgan bir paytda o'sha xotinning bedavo dardga chalinganini eshitdik. Odamlar orasida gap so'z tashlandi. Taba, ikkoviga ham saraton kasali kelib tashxis qo'yishibdi. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Yo saraton ham yuqarmikin? Yoqa ushlashdi birov. Saraton yuqmaydi, deydi boshqasi. Bu Xudoning ularga shu dunyoda bergan jazosi. Nima bo'lsa ham sog'ayib ketsin-da, juda yomon dard yeshadi, kuchli og'riq berarmish. Ular ancha vaqt davolanishdi. Keyin yana eshitdikki, o'zlari qabul qilgan dinning kuchi duoxonaga borib o'qitishibdi. Ular kimni ko'rsa shunday deyishardi. Bizga ishonmadingiz. Mana bizning dinni duosi saratonni ham yengdi. Bizga rostdan ham saraton deb tashxis qo'yishgandi. Ko'rib turganingizdek, ikkalamiz ham yuribmiz. Shunday ham bilsangiz bo'ladi. Ko'zingizni oching, bizga qo'shiling. Chiqmagan jondan umid deganlaridek ayrim bemorlar rostdan ishonib ular bilan gaplashib ham ko'rishdi. Biz boshqa dinda bo'lsak ham o'qib qo'yaydimi? Yo'q, boshqa dinda bo'lsangiz qanday qilib sizga duo ta'sir qilsin? Ular uchun ayni muddao emasmi? Darrov jonlanib qolishardi. Buning hech qiyin joyi yo'q. Hoziroq borib shu dinga o'tib, bir soatda o'zingizni o'qitib, sog'ayib qaytib kelasiz. Unda keragi yo'q. Xudo bergan dardda o'zi bergan o'zi olar, deya qo'l siltab ketganlar ko'p bo'ldi. Ammo bu kuchli duoxonning o'qigani uzoqqa cho'zilmadi. Haligi ayolning eri ko'p o'tmay vafot etdi. Janoza 2 kunga cho'zilsa deng. Bizga sezdirmaslikka harakat qilishgani bilan bildikki, ko'mish muammo bo'lyapti. 2-kun esa unga odatdagidek janoza o'qishdi. U murtad edi.
Nega janoza o'qiyapsizlar? Jur'at yetganlar so'rab ham ko'rishdi. O'layotganda musulmon bo'lgan emish. Buning yolg'on ekanligini hamma bilib tursa-da jim edi. Ammo bu voqealar erining janozasi cho'zilgani xotiniga dars bo'lmadi. U hamon o'z ishi bilan band edi. Afsuski dard o'z kuchini ko'rsatib, ayol to'shakka mixlandi. Uning qanday azob chekayotganini eshitib, yuragimiz ortga tortdi. Xudoyim hammaning dardini yengil, jon topshirishini oson qilgin deb duo qilardik. Keyin uning ham joni uzilgani haqida xabar eshitdik. Mahalladosh bo'lganimiz uchun yaqinlariga ta'ziya bildirgani bordik. Ayolning janozasi eriniki kabi muammo bo'lmadi. Darrov janoza o'qitish uchun mulla olib kelishdi. Bu kishining dindan chiqqan deb eshitganman. Yana so'rayman, rostdan ham murtadmi? Agar murtad bo'lsa janozasini o'qimayman. O'limidan oldin tavba qilib musulmon bo'lgan, dedi yaqinlaridan biri. Bu gapga hech kim ishonmadi. Axir u bemor bo'lib yotganida og'riqni zo'ridan juda qiynaldi. Hushi o'zida bo'lmagan. Menga eng yomon ta'sir qilgani o'sha yerdagi salovat aytishga kelgan otin onaxonlar bo'ldi. Bir paytlari ularni o'zi shu ayolni dinga qaytishga chaqirib yurishgandi. Bugun esa uning o'limini eshita solib kelib olishgan. Albatta ularni hech kim iltimos qilib chaqirmaydi. Nahotki 2000 so'm pul va 1,5 metr mato uchun ular hamma narsaga tayyor bo'lsa. Axir ular bu yerga kelishmasa, marhumma murtadligi tufayli hamma savobbash duolardan mahrum bo'lganligini aytishganida odamlarga ibrat bo'larmidi? Shularni o'ylab uygacha siqilib keldim. Yo'lda ham ayollar rosa gapirishdi. Qarindoshlari ham noilojlikdan o'likning ko'chada qolishidan qo'rqib yolg'on gapirishganda, ularni tushunsa bo'ladi, lekin otinlarchi chidab tura olmadim. Shunday paytda ular odamlarga saboq bo'ladigan ish qilishlari kerak edi. Ularning ishi ham murtadnikidan kam emas. Nega Xudo shu yerning o'zida jazosini berib, odamlarga ibrat qilib qo'ymas ekan-a? Jahlingiz chiqmasin, hech kim jazosiz qolmaydi. Bu dunyoda bo'lmasa, u dunyoda oladi jazosini. Uyga kelib ham o'zimni bosa olmadim. Bu ham yetmaganidek marhumaning qabrga qo'yish uchun boshqalar qatori ketgan turmush o'rtog'im hech kelay demasdi. Kechga yaqin bir ahvolda kirib keldi. Tavba, ming tavbalar qilib kelyapman. Xudoning ishini qara, shu yerning o'zida ayolga jazosini berdi. Hech kimning boshiga solmasin bunday kun. Tinchlikmi? Hayron bo'ldim. Marhumani yer qabul qilmadi. Janozasi o'qigan mulla ham qo'rqib ketdi. Rostdan musulmonmidi? Meni aldab janoza o'qitmadilaringmi? deb qayta so'radi. Yer qabul qilmadi. Bu nima deganingiz? Borsak hali qabrni kovlab bo'lishmagan ekan. Odamlar go'rkovlarga gapirishgan edi. Ular uzr so'rab oldinroq dahshatli voqeani aytib berishdi. Ayolga erining yonidan qabr kovlashibdi. Astag'firulloh, tasavvur qilib bo'lmas bu hodisani ko'r. Qabr erining qabri ustida tushib qolganmish. Bo'lmasa go'rkovlar bilishadi-ku, bu ham Xudoning ishida, ham eriga ham xotiniga bergan jazosi. Keyin ular tavba qilib kovlagan qabrlarni yana yopishdi. Qo'rqqanlardan boshqa joydan kovlashayotgan ekan, biz qabr kovlab bo'lgunlaricha kutib turdik. Ishonasanmi? 2 metrlik keng qabrga marhuma sig'madi. Butun tanam jimirlab g'alati bo'lib ketdim. Uning bo'yi baland emas edi-ku. Shuni aytaman-da, hamma qatori unga ham qabr kavlashgan. Sig'maganidan keyin qayta chiqarib yana kavlashdi. Aytsam ishonmaysan, yana sig'madi. Oxiri mulla birinchi qabr ham behikmat emasdi. Marhumani yer qabul qilmayapti. Allohning o'zi kechirsin, amallab sig'diringlar dedi. Shu bilan uni ikki tomonidan itirib kirgizganday qilib qabrga tiqishdi. Bu gaplarni eshitib 1000 bor iymon keltirdim. Boshqalarni ham xushyorlikka chaqirsin, ibrat bo'lsin deb sizlarga murojaat qildim. Hech kimni yo'ldan adashtirmasin. Eshitganlaringiz uchun rahmat. Inshaalloh ushbu qissa sizga va menga foydali bo'ldi degan umiddaman.